Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan bugun mutlaqo yangi bo'lgan MacBooklarimizni obzorini ko'rib chiqamiz. Bundan avvalgi videomizda bu notebooklarni, MacBooklarni ko'rib chiqdik. Aytganimizdek, keyingi videolarimizda yangi MacBooklarni chiqaramiz degan ekan. Mana va'daga muvofiq yangi MacBooklarimizni obzorini boshlaymiz. Yangi MacBooklarimiz birinchi tanishib o'tadigan MacBookimiz M2 Air 8256 talik bo'ladi. Bu mutlaqo yangi plombalari hali ochilmagan. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Oddiy rangi blue rangda 8256. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 830 bo'lib qo'yganmiz. 830 dollar. Bozorda surishtirsanglar ham bunaqa narxda topishinglar qiyin bo'ladi. Keyingi MacBookimizdan M2 Air 8512 talik xotirasi. Bunda 8256 edi, bu 512 talik bo'ladi. Regioni Koreya bo'ladi. Yangi, mutlaqo yangi. Yumkisini yoki siklni aytib o'tirish shart emas, chunki avtomatik 100% nolta sikl bo'ladi. Bularda ham 1 yillik garantiya, bu MacBooklarimizni yangilarida 1 yil garantiyadan beramiz. Har bittasiga 1 yil kafolati bor, bemalol bexavotir olsanglar bo'ladi yoki O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimizdan mutlaqo bepul viloyatda bo'lsanglar kelib o'tirish yoki ovogarchilik shart emas. O'zimiz BTS orqali, pochta orqali chiqarib yuboramiz. 8512 taligimiz narxiga keladigan bo'lsak, 1050 dollar qo'yamiz. Bozorda buni narxni topishinglar ancha qiyin bo'ladi. O'zingizlar surishtirsanglar ham narxlarni solishtirib ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi MacBookimizga keladigan bo'lsak, xuddi shu M2 Air faqat 15 inchda bo'ladi. Bu 13.6 inch. 13.6 inch 8 ga 512 talik. 8 ga 512 talik bu MacBookimiz. Mana plombalari hali olinmagan. Mana bundoq qilsanglar ochilib ketadi. 8 ga 512 talik MacBookimiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 15 inch katta dyumli 1150 dollar. Bu narxi bozorda 1200 gacha, 1250 gacha sotilyapti bu MacBookimiz. Bizda nimaga narx arzon? Bizda MacBooklarimiz ko'p, tezroq aylanma bo'lishi, tezroq sotish uchun arzonroq narxda qilamiz. Obunachilarimiz o'ylagan holda narxini chiroyliroq narxda qilib beramiz. Yana bitta narsa, YouTube kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar. Bundan arzon narxdagi notebook, PlayStation, MacBooklarimiz oldinda ularning ham videosini chiqarib boramiz. Kuzatib tursanglar, like bosib tursanglar, qo'llab tursanglar bo'ldi. Keyingi MacBookimiz 8 ga 512 talik MacBook Air 15 inchli M3 bo'ladi. M3 chipli bo'ladi. Bu ham mutlaqo yangi plombalar, mana bunaqa ussanglar bo'ldi. O'zingizlar qo'linglarni ochasizlar. Bu yangi MacBook'larimizga variant, ya'ni muddati to'lov bormi deb so'rashadigan obunachilarimiz bo'lsa, savollar kommentlarga tushadigan bo'lsa, albatta bor. Boshlang'ich to'lovini 40% ni berib, qolganini oyma-oy, 6 oylik, 3 oylik qilib olib ketsanglar bo'ladi. Bu narxiga keladigan bo'lsak, narxi 1400 dollar. MacBook M3 Air 8 ga 512 talik. Keyingi MacBook'imizga keladigan bo'lsak, bu ham 15 inchli M3 bo'ladi. 16 ga 512 talik. Bu 8 ga 512 edi, bu 16 ga 512 talik. Narxini arzonligini mana shu narxni aytganimdan bilsanglar bo'ladi. Nimaga? Narxi 1450 dollar. Bu 1400 dedi, bu 1450 dollar. 16 ga 512 talikni 50 dollar qiymatiga olsanglar bo'ladi. Bunaqa narxni o'sha Instagramdan yoki internet tarmoqlaridan tekshirib, o'zingizlar uchun arzonligini his qilsanglar bo'ladi. Mutlaqo yangi 1 yillik garantiyasi bor. Boshlang'ich to'lov 40% berib, muddat to'lov olib ketsanglar bo'ladi. Dastlabki xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab mutlaqo tekin. Yetkazib berishlarimiz shu pulning ichida bo'ladi xullas. 1450 ga MacBook Air M3 16 ga 512 taligini olib ketsanglar bo'ladi. Keyingi MacBookimizga keladigan bo'lsak, endi bu yog'i ham xotirasini o'zingizlar ko'rib tursa, ketma-ketlikda tepaga qarab chiqib ketyapmiz. Pulda ham, xotirasida ham, MacBooklarda, prosessorda ham 24 ga 512 talik MacBook M3 Air'imiz. Bu narxiga keladigan bo'lsak, 1600 dollar. 1600 yana qayta aytayapman, solishtirib ko'ringlar, rostdan solishtirib ko'ringlar. Narxi juda ham arzon. Bu narxi 1700 gacha, 1800 ga sotyapti. 24 ga 512 talik M3 Air'larda. Biz 1600 xolos, 1600 ga olib ketsanglar bo'ladi buni. Yoki dasturga chiqarib yuboramiz. Eng qimmat MacBookimiz M4 Pro 24 ga 1 terabaytli grafik dizayn, любой masalan og'ir programmalar, og'ir ishlarni bemalol bajarsanglar bo'ladi.
bemalol ko'taradi, ichini qotishlarsiz ishlab beradi. Ancha yilga xizmat qilib beradi bu MacBooklarimiz bu xarakteristikasi bilan, bu parametrlari bilan 24 ga 512 talik bu parametrlar bilan ancha ishlab beradi xullas. 2400 dollar qilib qo'yganmiz. Bularda ham 40% boshlang'ich to'lov bilan olib kelsanglar bo'ladi. Variantga muddat to'lovga xohlasanglar 6 oyga, xohlasanglar 3 oyga, xohlasanglar 2 oyga olib kelsanglar bo'ladi. Sharoitga qarab bemalol sizlar bo'ladi. Bundan avvalgi videomizda MacBooklarimiz buvsini qo'ygandik. Bu kimga bu MacBooklar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu MacBooklarimizni narxidan xabardor bo'lish uchun o'sha avvalgi videomizni ko'ringlar. Kimgadir yangi MacBook kerak bo'ladi, tanishinglarga tashlab qo'yinglar. Bu MacBooklarimiz yangi MacBook so'raganlarga, tanish bilishlariga tashlab qo'ysanglar bo'ladi. Pastda nomer qoldiramiz, murojaat uchun bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefonlarimiz doim yoniq. Bemalol murojaat qilib, dastavka qilib xarid bo'ladi xullas. Manzilda aytib o'taman, manzil Malika bozor A5-do'kon ko'cha tarafda, yo'l yuzi tarafda A5-do'kondan topasizlar. Smartbooks do'koni.